Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetlik ata-analar şunaqla omaq farzandlarimiz. Anlavatqanlar güzel dinin programımızın 17. sani. Hemen ma'lum bo'lgandek biz bu programımızda Mening Güzel Dinim nomli kitobni diqqatingizga sunib kelyapmiz. Biz o'tgan bir qancha qadimliq san programmalarımızda biz tafsiliy holatda namoz bo'limlarini başdan oxir, uning keyin tahorat, tayammum bölümlerini tüketken bulduk. İnşallah bugünkü sanımızda, yani 17. sanımızda Ramazan ve Roza bölümü, yani bu babni bir kadar keng halette yana tunuşturup ötülüdü. İnşallah bu kitapta bu bölümde biz Ramazan ayının xasiyeti, Ramazan ve Roza münasebetlik hukumlar, Roza arkalık erişidiğallarımız, Roza'nın türleri, qaza ve keffaret rozisi, Roza'nı sundurduğun ve sundurmaydıgan ahvallar, roza tutmaslık mubah bulduğun ahvallar, adak rozisi, fidye ve pitir sadaqası, taravih namazı, itikab, qadir kechisi ve heyt, Peygamber aleyhisselam'ın Ramazan hayatı qatarlıq bir qatar mavzularda inşallah diqqatinglarda bu mavzularni sunib o'timiz. Diqqatinglar radyomuzda bo'lsin. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun, shunaqla bizning kichik diktorimiz Qizil Yupurmaq bo'ladi. Yanada bugünkü sanımızın birinci hikayesini Tunci Roza mavzuluq bu güzel hikayeni Qizil Yupurmaq diqqatingizga sundu. Qani merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetlik atanlar ve qadirli kichik do'stlar. Tövende diqqatingizga Tunci Roza nomli hikoyani sunaman. Tunci Roza. Bekri bilan dadisi chip terlep ketken idi. Bazardan algan iftarlık narsalarni kötürüp bulalmay herip ketken idi. Yeni setip algan narsalarni uyga akilip aşxan uyga qo'ygandan keyin dadisi Safaga Bekri yerdagi gilamga o'zini atdi. Nars kerak setilish uchun atigan borgan bazardan peshindan keyin aran ishlarini tugitib qaytib kelgan edi. Bazardagi ko'zni chaqnatadigan pokeylarda to'g'risidan boshqa hamma narsa tepilatdi. Üzüm, yanaq, badam, gula, qahdan boshlab so'qmoq, hasal, seriq may, har xil pechini pranik, tatliq turumlar, meva-chevalar, langpong, rangpezlar qarigan kishining og'ziga seriq suv keltiradi. Bekri hammadan bak shokoladlarga qiziqdi va iftorda yeyish uchun bir necha xil shokolad oldi. Bekirning onasi bir qancha kundan buyon Ramazonga tayyorlik qilishga boshlagan edi. Kirqatlar yuyilib, uylar pok-pokiz tozalangan, xilma-xil tatliq turumlar, halvalar, murabbalar, o'gir cho'plar hazırlangan edi. Ati boshlanadigan Ramazon oyi uchun hamma narsa taq qilib qo'yilgan edi. Bekri 10 yoshga kirgan edi. Ata tunji qaytim roza tutmoqchi edi. U ilgirki zamonlarda Tehna rozasi tutgan edi. Tehna rozasi kichik bolalarning rozasi bo'lib, atiganda zo'liq taom yeb, tushda yana tushlik tomoq yeb, ondan kechda iftor qiladi. Endi Bekri cho'ng bo'lganlik uchun umu cho'nglarga o'xshash roza tutmoqchi edi. Dadisi Bekriga: "O'g'lim, bu oqshom tarovih namozi boshlanadi. Xolsang men bilan birga jamiga borgin. Ammo topshiriqlaringni kaskich ishlab tugatishing kerak", dedi. Bekri: "Ma'qul dada, topshiriqlarimni hozir ishlashga boshlayman", deb javob berdi. Kechlik tomoqdan keyin Bekri bilan dadisi jamiga qarab mangdi. Onasi sanduqdan ilib bergan oq turbukni kiygan Bekri o'zini xili cho'ngib qolgandek his qildi. Jamida namozdan ilgari imomning tablig'ini angladi. Xubdan namoziga azon o'qilgandan keyin namoz boshlandi. Uzun o'qiladigan tarovih namozini Bekri zo'q sho'x bilan o'qidi. Har 4 rakat namozdan keyin o'qiladigan salatu salom payg'ambarimizga durudni jamoat bilan birlikda unlik ovozda o'qidi. Namozdan keyin uyga qaytib kelgan chaqda Bekrining uxlash vaqti allaqachon kelgan edi. U uxlash uchun yotqach, "Ana, meni zo'qi cho'qim uyg'otgin. Uyg'onmasam yuzimga sovuq suv sepsam bo'ladi", dedi. Onasi: "Uyg'otaman balam.
"G'am qilma" deb Bakrining yotqinini yepib qo'ydi. Bakri beshini yostiqqa qo'yibla uyquga ketdi. Kechining oxirgi chog'larida onasining yumshoq qo'llari uning enkini silab, "Uyg'on, cho'ng odam. Zo vaqti az qoldi" deb o'tadi. Chala uyquda o'rnidan turib, tahorat olg'alamangan Bakri sovuq suvda yuzini yuyish bilanla uyqusi ichildi. Onasi hozirlagan dasturxonga kelib o'ltirdi. Onasi Bakri eng yaxshi ko'radigan tomoq va qatlama pishirgan edi. Bakri onasining bo'yniga esilib, "Jinim ona, bu taqsidagi qatlamaning hammasini yeb bo'la olayman" deb onasiga rahmat etdi. Kunduzi qo'rsig'im echib qolmasin deb o'zini zo'lab yurib ko'p yedi. Dadasi, "O'g'lim, suv ichishni unutib qolma. Birdamdan keyin bomdod namoziga azon o'qiladi. Bugun namoz shamgacha biror narsa yeb icholmaydiganligimizni bilsan-ku deyman" deb esiga silish bilanla kunduzi usab qolmay deb bir piyola suvni ortiq ichdi. Tishlarini cho'tqilab yuvib bo'lgan Bakri ayvonda o'ltirib Qur'on o'qiyotgan dadasining qiroatini tingshidi. Bomdod namozini o'qigandan keyin chal qolgan uyqusini uxlash uchun karvatiga berib yotdi. Bakri uyqudan uyg'onib, suv ichish uchun oshxona uyga kirdi. Qachidagi suvni og'ziga akilish bilanla ro'za tutganligi yodiga keldi. Soatga qaradi. Soat 10 bo'lgan edi. Bakri o'ylashga boshladi. Iftorgacha suv ichmay qandoqmi chiday olayman? Ro'zamni buzaymi ya? deb o'yladi-yu. Darhol bu xiyoldan voz kechdi. Ichida bir ovoz, "Sen endi cho'ng bo'lding. Ro'zangni sundurma" deb o'tgandek qiladi. Bakri qat'iy niyatga keldi. Qanchalik tez bo'lsa bo'lsin, Allohga bergan va'dasiga amal qildi. Zo'r vaqtida zo'rliq yeb, ro'zaga niyat qilganlik, Allohga va'da qilganlik degandek edi. Vaqt o'tkazish uchun biror ish bilan mashg'ul bo'lmoqchi bo'ldi. O'yinchoqlari bilan biroz o'ynadi. Ammo qurg'an lavlari uni ixtiyorsiz ustal ustidagi chaynakka qarashga majbur qiladi. Shu vaqtga yaqin ussizlikqa yana ochliq kelib qo'shildi. Kechga yaqin oshxonada iftorga tayyorlik qilayotgan onasining yoniga kelib o'ltirdi. Ustalning yonidagi o'rindiqqa so'lishib o'ltirganligini ko'rgan onasi Bakirga, "Nim bo'ldi bolam? Ro'za seni holingdan ketkizdimi nima?" deb chaqchaq qildi. Bakri, "Ana, qapasi suv ichgan qushqashmi mening havsimni keltirdi. Ilgari sen qo'lingda taxsi bilan qo'shiq ko'tarib, orqamdan qo'g'lab menga yugizdigan ashu tomoqlar bo'lgan bo'lsa, hozir ishtaha bilan yegan bo'lardim" dedi. Onasi, "Qara o'g'lim, bir kunlik ro'za sana jig' ish yugitibdi. Yugidek nini yo'q yo'qsullarning ahvolini, bir tishlamnon bilan bir yutum suvning qanchalik qimmatli ekanligini, butkul ne'matlarni dasturxonimizga bergan Rabbimizning qanchalik mehribon ekanligini his qilgansan, kel, menga yordamlashib dasturxonga mavu tomoqlarni tizishib ber. Dadang ishdan kelib bo'lguncha tomoqlarni qo'yib taq bo'lib turayli" dedi. Bakri tunugungacha qarabmi qo'ymagan tomoq qachalarini xuddi qimmatli bir xazinani ko'targanga o'xshash avaylab ko'tarib dasturxonga qo'ydi. Iftor vaqti yaqinlashganda oila a'zolarining hammasi bir dasturxonga jam bo'lib, namoz shamga o'qiladigan azonni saqlab o'ltirdi. Dadasi kulimsirab, "Afirin Bakri, tunji ro'zni saq tutding. Ro'zangni men setib olay" deb bir hafta xarjlashga yetgudek pulni Bakrining yanchiga silib qo'ydi. Texi iftor qilmay turibla ro'zning mukofotini olgan edi Bakri. Tunugun ixtiyor yeb ishgan nozu ne'matlar mana qo'lni uzatsa yetgudek yerda dasturxonda yaqin edi. Bir kim uni yeyishdan to'smasimi, qo'rsig'i ichib dop kelib tursimi, ammo yaratquchimizdan keladigan ijozatni kutib tinch o'ltiradi. Kutgan chaqning kelganligi jamining munorida yongan chiroq va azon ovozi orqali butun shaharga bildirildi. Tunji ro'zni oshqan Bakri nihoyat xushal edi. Chunki u tasbir sinoqdan o'tganligi, Allohga bergan va'dasiga amal qila olganligining xushallik ichida edi. 11 ayning sultoni Ramazon. Ramazonda ibodatlarimizga va yaxshiliklarımizga texmi ko'p savob berildi. Ramazon rizqimizni barkatlantiradigan bir oydir. Ramazon iyi yordamlashish iyidir.
Ramazan sabr taqat iyidir. Bu sabr taqatning mukofoti jannatdir. Ming oydimi bek xayrlik bo'lgan Qadr kechasi Ramazan oyi ichididir. Ramazan kunduzi ro'za tutadigan, kechasi ibodat qiladigan oydir. Qur'oni Karim Ramazonda nozil bo'lishga boshlagan. Qadrli radio anglovchilarimiz, tuvanda biz ro'za degan nima mavzusini taqinlab sunamiz. Ro'za degan nima? Ro'za tong etishdan kun petishgacha, ya'ni bomdod vaqtidan namoz sham vaqtigacha yemak, ichmak va jinsiy munosabatdan yiroq turish deganlikdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirki ummatlarga ro'za farz qilingandak, sizlarga mu Ramazon ro'zasi farz qilindi." Sura Baqara 183-oyat. Ro'za tutish kimlarga farzdir? Aqli hushi joyida balog'atga yetgan har musulmonning Ramazon oyida ro'za tutishi farzdir. Ballarga ro'za tutish farz emas, ammo salomatligiga ziyon solmagan asosda ro'za tutsa bo'ladi. Bundaqda ham ro'za ibodatiga odatlangan hamda cho'nglar bilan birlikda bu xushalliqdan bahramand bo'lgan bo'ladi. Ro'zamizning maqbul bo'lishining shartlari qaysilar? Ro'zamizning maqbul bo'lishi uchun niyat qilishimiz, suhur vaqtidan iftor vaqtigacha ro'zamizni sundiradigan ish harakatlardan yiroq turishimiz lozim. Tuvanda biz Ramazonga munosabatlik ba'zi hukmlarni diqqatingizga sunamiz. Ro'zaga qachon, qanday niyat qilamiz? Javob: ro'zaga kechida yoki suhur vaqtida niyat qildim Alloh rizosi uchun Ramazon ro'zasi tutishga deb niyat qilamiz. Ramazon ro'zasiga kecha niyat qilishni unutib qolsak qanday qilamiz? Javob: ro'zani buzadigan har qanday bir ish harakat qilmagan bo'lsaqla, peshin namoziga taxminan 45 minut vaqt qolg'uchi bo'lgan oraliqda niyat qilsak bo'ladi. Niyatni og'zimizda so'zlashimiz kerakmi? Javob: ro'zaga qalbimizda niyat qilsak kifoya. So'g'urliq yeyish uchun o'rnimizdan turish, oqshimi atisi ro'za tutishga niyat qilish yoki atisi ro'zador ekanligimizni bilish niyat qilganlik hisoblanadi. Tilimizda aytsaqmi bo'ladi? Subhi degan nima? Kecha oxirlashib, tong sahar bo'lgan vaqt subhi vaqti deyiladi. Bu shundaqla bomdod namozi vaqtining boshlanganligidir. So'hurliq degan nima? Subhidan ilgirki vaqt so'hur deyiladi. Bu vaqtda yeyilgan taom so'hurliq yoki zo'luq deyiladi. So'hur vaqti duolar ijobat bo'ladigan bir vaqtdir. So'hurliq yesak, ro'zada bo'shab holimizdan ketmaymiz. Suyimli payg'ambarimiz so'hurliq yeyishimizni tavsiya qilib, so'hurliq yenglar. Chunki so'hurliqda barakat va foyda bor degan. Bu hadis Buxoriyda tilga ilingan. Zo vaqti sahar vaqtidir. Ilohiy rahmat va barakat ko'plab yog'adigan zamondir. Zo vaqti Allohga ko'nglini bergan kishilar ibodat, duo va zikr o'tkazadigan muborak vaqtdir. Zo vaqti o'rnidan turgan mu'minlar go'yo mundaq deydi: Rabbim, sana ko'p shukr qilamanki, menimi seni biladigan, seni suyadigan, sana ko'ngil bergan bir bandaman. Sana bo'lgan sadoqatimni bildirish uchun tatliq uyqumni buzib o'rnimdan turdim. Ati sening roziliqing uchun ro'za tutmoqchiman. Mendan rozi bo'lgin Allohim. İftar degan nima? Namoz shamga azon o'qilganda ro'zasini ichish, ya'ni yeb ichish iftar deyiladi. İftar vaqti shundaqli namoz sham vaqtining boshlanganligidir. İftar vaqti Alloh rizosi uchun bir kun och va suvsiz qolgan ro'zador eng xushal bo'ladigan vaqtdir. İftar vaqtida shu bir kunlik ro'zani sog'-salomat tuta olganligimiz uchun xushal bo'lamiz. Haqiqiy xushallikni bo'lsa, oxiratda ro'zamizning mukofotini olgan chaqda his qilamiz. Ramazon oqshomlari ro'zador insonlarga iftorlik tomoq berish bizni ko'p savobga erishtiradi. So'hur vaqtiga o'xshash
iftar vaqtimi duolar ijobat bo'ladigan bir vaqtdir. Rabbimiz iftar vaqtida qilingan samimiy duolarni ijobat qiladi. Shunga bu vaqtlarni yaxshi fursat bilib duo qilishimiz lozim. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Ro'zadarning ikki xo'shal payti bor. Biri iftar qilgan chig'i, yana biri ro'zasining savob bilan Rabbining huzuriga borgan chig'i. Bu hadis Buxoriyning Savm bobi 9-hadisda tilg'alingan. Yana suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Kimki bir ro'zadarni iftar qildirsa, ro'zadarga o'xshash savobga erishadi. Ro'zadarning savobimi qilchi kamlamaydi. Bu hadis Tirmizining Savm bobi 82-nomerli hadisda tilg'alingan. Yana suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: 3 kishining duosi ijobatsiz qaytarilmaydi. Ro'zador iftar vaqtida qilgan duo, adolatlik hukmdorning duosi va mazlumning duosi. Bu hadis Tirmizining Da'avat bobi 128-nomerli hadis. Tövəndə biz iftar duasını diqqətinizə sunumuz. İftar vaqtida tövəndəki duanı oxuş sünnətdir. Allahumma laka sumtu və bika amantu və alayka tawakkaltu və ala rizqika aftartu və sawmal gadi min şahri Ramazan nawaytu faghfir lima qaddamtu və ma akhartu. Allahım, senin razılığın üçün roza tuttum, sana iman etdim, sana işendim, sen bergen rızıq bilan iftar qildim. Atiki Ramazan rozasiga niyat qildim. Mening o'tmish va kelgusidagi gunohlarimni afu qilgin. Biz roza tutganda rozimi bizni tutadi. Biz rozani qanday tutamiz? Kecha o'rnimizdan turib, suhurluq yeymiz va roza tutishga niyat qilamiz. Subhi vaqti bilan roza tutishga boshlaymiz. Subhidan namoz shamg'ichi bo'lgan oraliqda yeyish-ichish qatorliq rozani sundiradigan ishlardan yiroq turamiz. Kun patgandan keyin namoz sham vaqti bo'lganda iftor qilamiz. Bizga ne'mat bergan Allohga shukr qilamiz. Shuning bilan bir kun roza tutgan bo'lamiz. Endi roza bizni qanday tutadi? Roza tutish deganlik faqatla atigandan kechgacha och va suvsiz qilish deganlik emas. Shuning bilan bir vaqtda jadal majra, yolg'on yovdoq, g'aybat shikoyat, boshqalarning ko'nglini og'irtish qatorliq har xil fitna fasod va nachar ishlardanmi yiroq turish deganlikdir. Mushundaq tutilgan roza payg'ambarimiz aytgandek gunohdan va jahannam o'tidan saqlaydigan bir qalqon bo'la oladi. Agar roza tutish orqali halol yemak-ichmaklardan yiroq turgan bo'lsaqmi, ammo harom ishlardan yiroq turmasak, tutgan rozamizning Alloh nazarida hech bir qimmati bo'lmaydi. Suyimli payg'ambarimiz bu haqda mundaq degan: Kimki yolg'on gap qilishni va saxtipazlik qilishni to'xtatmasa, Alloh u kishining yemak-ichmakdan yiroq turishiga e'tibor qilmaydi. Bu hadis Buxoriyning Savm bobi 8-nomerli hadis. Xo'sh, endi roza tutish orqali erishadiganlarimiz. Biz roza tutish orqali ulug' Rabbimizni xush qilib, uning sevgisi va roziligiga erishimiz. Bizga har xil ne'matlarni berguchining Alloh ekanligini esimizga elib, uningga texmo ko'p shukr qilamiz. Sabr taqat qilishni o'rganamiz. Nachar ish va gunohdan yiroq turish bilan jahannam azobidan qutulamiz. Ochliq va yo'qsizlikning qanday ekanligini bevosita his qilamiz. Salomatligimizni asraymiz. Alloh taolo amr qilganligi uchun roza tutib, yemak-ichmakni tark qilamiz. Bizni boshqalar ko'rmaydigan yerdami, faqat Allohni ko'rib turayotganligi uchun rozamizni sundirmaymiz. Bu harakatimiz bilan ulug' Rabbimizni mamnun qilib, uning yaxshi ko'rishi va roziligiga erishimiz. Payg'ambar alayhissalom ulug' Allohning mundaq deganligidan xabar bergan: Roza tutgan bandam yeyish-ichishni mening roziligimga erishish uchun tark qildi. Uning mukofotini men o'zim beraman. Bu hadis Buxoriyning Savm bobi 4-nomerli hadisda tilg'ilingan. Ko'p hollarda Alloh bergan ne'matlarning qadriga yetmaymiz. Ular qo'limizdan chiqib ketgandan keyin qadriga yetamiz. Roza tutgan vaqtimizda kun bo'yi och va suvsiz qolamiz. Suvning va qo'l ilkimizdagi boshqa ne'matlarning qadriga yetamiz. Shuning bilan bizga har xil ne'matlarni berguchining Alloh ekanligini esimizga elib, uningga texmo ko'p shukr qilamiz.
alloh taolo mundoq deydi: meni taat ibodat bilan yod etinglar. Meni yod etsanglar, menmu sizlarni savob berish bilan, mag'firat qilish bilan yod etaman. Menga shukr qilinglar, noshukrlik qilmanglar. Sura Baqara 152 oyat. Hayotimizda xilma-xil qiyinchilik va mushkulliklarga uchrashimiz mumkin. Buningga bardoshlik berish uchun sabr-toqatli bo'lishimiz lozim. Sabr-toqat muvaffaqiyat qozonishdagi eng muhim shartlardan biri. Ro'za tutganda kun bo'yi ochlik va suvsizlikka chidab, sabr-toqat qilishni o'rganamiz. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: ro'za sabr-toqatning yarimidir. Bu hadis Ibn Majah Ro'za bobi 44-numurli hadis. Yolg'on so'zlash, g'aybat qilish, jadal majra to'g'dirish, boshqalarning haqqini yeyilish, kishilarning ko'nglini og'irtish qatorliq nachar ishlar bizni jahannamga elib boradigan gunohlardir. Bu gunohlardan faqat nafsimizni tutib olish orqali saqlana olamiz. Ramazon oyida ma'naviy jihatda tarbiyalanish havosi ichiga kiramiz. Ro'za tutganda davomli Allohga ibodat qilayotganligimizni bilib, nafsimizni boshqarishni o'rganamiz. Shuning bilan nachar ishlar va gunohlardan yiroq turib, jahannam azobidan qutulamiz. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: ro'za nachar ish va gunohlardan saqlaydigan bir qalqondir. Ro'za tutgan kunlarda yomon gap qilmanglar, jadallashmanglar. Agar biraylan tillasa yoki jadallashmoqchi bo'lsa, men ro'za tutyapman denglar. Bu hadis Buxoriyning Savm bobi 9-numurli hadisi tilga olingan. Hayotida ochlikning nima ekanligini bilmaydigan bir kishi yo'qsullarning qiyinchiligini, och yalang'ochlik azobini obdan his qila olmaydi. Yog'ning ichidagi bo'rak kabi rohat muhitda yashaydiganlar yo'qsullarning jafosini ko'ngilda sezolmaydi. Ro'za tutgan vaqtimizda ochlik va yo'qsullikning qanday ekanligini his qilamiz. Yo'qsullarning qanday sharoitlarda yashayotganligini va tortgan jafolarni his qilamiz. Mehr shafqat tuyg'ularimiz kuchlandi. Natijada faqir, ojiz, yetim yo'qsullarga yordam qo'limizni sunib, ilkimizdagi ne'matlardan ular bilan birlikda bahramand bo'lamiz. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: turmush saviyasi sizlardan to'van insonlarga qaranglar. Sizlardan yuqori bo'lganlarga qaramanglar. Chunki bunda qilish Alloh sizlarga bergan ne'matlarning qadrini bilishinglar va uni oz ko'rmaslikinglarga sabab bo'ladi. Imom Muslim Zuhud bobi 9-numurli hadis. Oshqoznimiz va boshqa a'zolarimiz 11 oydan beri kech-kunduz ishlamoqda. Oshqozon kasali bor kishilarning parhez tutib davolanayotganligini hammamiz bilamiz. Ro'zumu bir xil parhez hisoblanadi. Ramazonda oshqoznimizdan boshlab hazm qilish a'zolarimiz orom oladi. Shuning bilan bizmu salomat bo'lamiz. Suyimli payg'ambarimiz mundaq degan: ro'za tutsanglar salomat bo'lasizlar. Tabarani Mu'jamul Awsat 8-jild 174-numurli hadis. Hürmetli ata-onalar, shunaqla o'moq farzandlarimiz, shunaqa qilib Güzel Dinin programmamizning 17-sonining oxiriga keldik. İnşallah yangi bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duolaringlarda bizlar uchun duo qilib qo'yishni unutmaysizlar. Qani qizil yupurmoqsiz ham xo'shlashib oling. Hurmatli ata-onalar va qadrli kichik do'stlar, kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.